menga berilgan iste'dod meni oliy maqsadim hisoblanadi. Men adolatni yaxshi ko'raman. Ya'ni hozir aholimizni 90% частный sektorda ishlayapti. Xususiy sektorda. Va juda ko'p rahbarlar adolat bilmaydi. Men biznes egalarini nazarda tutyapman. Ya'ni to'liq tartib, intizom yo'lga qo'yilmagan, yozilgan qoidalar yo'q. Qoidalarsiz jazolash sistemalari bor xodimlarini. Yana to'g'ri maosh berish va shu bilan birga xodimlardan ham adolatsizliklar bo'lib turadi. Mana shu tizim yo'qligidan bo'ladi aslida. Xodimlarni ham kompaniyaga nisbatan xiyonati, vaqtida ishlarini qilmasligi bu ham adolatsizlik. Mana shu narsalarni to'g'irlash uchun yaratilganman deb bilaman. Ya'ni biznes olamida, boshqaruv olamida adolatni o'rnatish uchun yaratilganman. Umrim oxirigacha mana shu adolatni o'rnatish bilan shug'ullanaman. O'zimning kompaniyamda ham shu jonim chiqib ketgudek bo'ladi, adolatsizlik bo'lsa, o'zim qarindoshim bo'lsa ham sirras chopdi.